Agar bor sirachaga. Agar sen bunday shakl keltirib qo'yibdi. Men yinasi harom, shunchalik haromxo'rligini bilganda bor-ku. Shu nikohimga olardim, sirachaga nikohimga olib turib. Bu inon bir narsa ko'rarim bor, mana shu yinasini, onangni ammaga sikeydi xotini. Men sizga necha marta aytganman-da, bu ishlar to'xta deganman. Uydan ham chiqib ket deganman sizga, to'g'rimi? Ha? Nigohingga o desa har kun, aka, onasini sizga o'sha. Misol uchun to'g'ri, bu barmog'ingizni tishlasangiz ham og'riydi, bunisini ham tishlasangiz og'riydi. Nozima xuddi singlimday, siz ukam. O'ylab qolay agar yomon keyin bo'lib qoladi. Mana ham nima deyapti? Yana deyman, doktoringa qo'ytaman. Voy, mana yomon ekan. Bomba yomon ekan. Yo, nimaga unday qilyapsiz? Siz tugagan u. Iching ichaman, men ichaman, davay. Voy, bilan ko'p so'rayapsiz. Mujik bo'lyapti. Shuni uxlab tursam tushim bo'lib qolsa ekan. Tushim bo'lib qolsa edi, shuni uxlab tursam tushim bo'lib qolsa edi. Bo'ladi. Yomon qo'rqinchli tushga o'xshayapti, lekin hayotimiz bo'lyapti-da. Hayotimizdan so'ng Shunday. Sherzod, sizga savolim bor-da. Qarang, Suraj tashlab bergan oxirgi zapislar bor-ku, marhumani oxirgi zapislari. Shuni oxirgi joyida siz Sherzod bilan birga bo'lgansiz. Shunda mashinada bo'lgansizlar, to'g'rimi? Men mashinada bo'lganman, Siroj aka pastda bo'lgan, kiyada. Mashinadan tashqarida. Yo'lda bo'lganmisizlar, o'zingiz eshitdingizmi? Bo'lganmisizlar? Yo'lda bo'lganmisizlar? Sizlar yo'lda bo'lganmisizlar yoki qayerdadir turgan bo'lganmisizlar? Siroj akaning uyi pastida bo'lganmiz. Bo'pti, o'shani eshitgansiz, lekin nimaga Siroj bir o'zi borganda siz shunda ketganmisiz? Men xirillay turganini eshityapman, tushunyapsizmi? Xirillay turganini eshitmaganman. Nozima telefon qilganini bildim. Men xirillay turganini eshityapman, tushunyapsizmi? Xirillay turganini eshitmaganman. Nozima telefon qilganini bildim. U xirillayaptimi, nima bo'lyapti, ovozi kelmayaptimi, shu narsani bilmaganman. Siroj aytmaganmi sizga? Nimaga Siroj? Rostdan men bilmaganman. Tushunmaganman. Menda xirilladimi, nima bo'ldi, u ovoz tushunmaganman, eshitmaganman rostdan. Keyin aka siz boring, işte o'ziga nimadir qilib qo'ymasam, men borsam hozir yana jahl qilib men bilan urushadi deb turib Siroj akani o'zim jo'natganman. Marhuma Nozimaning ichki organlari qayerda deb turib videorolik joylashtirsam, bir inson 2 minut o'tgandan keyin kommentariy yozib qoldiribdi-da, men ham sразу bunga javob berib o'tib ketay dedim. Ya'ni u insonni yozishi bo'yicha nimaga bu insonlar jiddiylashtirib, kattalashtirgan bo'ladi? Nabrot sizlar vahima qilib turib bu mavzuni ko'tarib kattalashtirib olyapsizlar-ku degan narsani gapiryapti. Keling, men sizga bunday tushuntirib beraman. Bu yerda mana qanaqa narsa bor-da.
Misol uchun blogerga kimdir savol berayotgan bo'lsa, savolda aylantirib javob bermasdan boshqa qilayotgani mavzuni kattalashib ketishiga sabab bo'lyapti. Hozir gapirib keltirib beraman deydigan bo'lsam, mavzular juda ham ko'p. Misol uchun bitta narsani misol qilib keltirib beraman. Bloger Avaz efirida yig'lab, men onamga bitta kalisham olib bera olmadim, hech narsa qilib bera olmadim deb yig'lab turib gapirgan. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin bloger akalarimiz buni 3-4 talab uyi bor ekan, qaysi puliga olgan degan mavzuni ko'tarib chiqishgan. Boshqa blogerlar gapirib chiqqan, bu bloger Avaz olmagan, uni akasi bor, akasi olgan degan gapni gapirib chiqqan. Lekin biz blogerni so'rab surishtirib mahallasdagi insonlar bilan gaplashganimizda, blogerda akasi shunchaki qorovul degan gapni gapirganda, endi o'zingizlar bilasizlar, qorovullikning orqasidan menimcha 2-3 talab uy olishning imkoniyati bo'lmasa kerak. Ya'ni bu yerda o'z-o'zidan tushunsak bo'ladiki, bloger o'zini oqlashga harakat qilayotgani, ya'ni bu uyni men olmaganman, boshqa qilmaganman degan narsalari bu faqatgina o'ziga minusga ishlaydi va bu ish jiddiylashib, kattalashib ketishiga sabab bo'ladi. Agar blogerga kimdir shu savolni bergan bo'lsa, chiqib turib 10 yildan beri Koreyada yuribman, 10 yil ishladim, mehnat qildim, biznes qildim, oldim, senga nima qizig'i bor deydigan bo'lsa, bo'ldi, все, bu mavzuga tochka qo'yiladi, jiddiylashib, kattalashib ketmaydi. Tushunyapsizlar? Ya'ni sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam shu. Blogerga savol berilsa, savolni aylantirmasdan konkretna javob berib qo'ysa, hech qanaqa problema bo'lmaydi, ish kattalashib ketmaydi. Shu narsani tushuntirib berishga harakat qilganman oldingi videoyimda. Meni o'zimning fikrim bor. Hamma odam o'zini shaxsiy fikriga ega. Meni o'zimning fikrim bor. Mana shu yerga Nozimaga prosta adolat so'rab keldim. Men biror shu обязательно shu qotil yo boshqa narsa demayman. Prosta Koreyadagilar o'zinglar uchun bilib qo'yinglar. Ko'pchilik ko'radi. Hamma yigitlar o'zi uchun biladi. Mana shu yerda yurgan student qizlari sekin nomerni olib yozishib, bemalol yuramiz do'st, hammamiz hamcha sekin-sekin chakalatib prosta hammanglar mujik bo'linglar, o'zinglar uchun bilib qo'yinglar. Misol uchun mana shu kim qotil bo'lsa, bu yerda opalar ham, boshqalar ham, advokatlar ham, yuristlar ham kim aybdor prosta shuni izlab chiqishni xolos. Bu yerda mana shu обязательно qonun oldida javob beradi. Shu nima deydi, aybdor, qotil degan narsa emas. Bu yerda chiqib olib, sanlar Koreyada yurib olib O'zbekistonni sharmanda qilishsan yoki o'sha O'rta Osiyoni sharmanda qilgan degan odamlar, kommentariyada yomon narsa yozgan odamlar, sizlar o'zingizlarni o'sha dunyoqarashinglar, kurguzoringlar, shulardan chiqib kommentariy yozasizlar, so'kinib, pozor, boshqa balobatlar deb. Mana hozir men erkak kishi bo'lib chiqmasam, mana yerdagi bittasi erkak kishi bo'lib chiqmasa, hozir mashina turibman, o'sha keladi o'zbek bolalar sekin-sekin nima bo'laydi ko'rib, ko'z qirida ko'rib qiziqib kelib ketishdi-da. Unaqa bo'lmaydi. Erkak kishi shu hujurli bo'ladi. Bir mashina, bu meni singlimmi, meni tanishimmi, mashina o'qibdi. Kelajakda shu narsa meni boshimga tushmasin deb chiqadi. Misol uchun, Nozimaning onasiga ham oson tutmaylar. Meni ham agar pro singlim shunaqa bo'lib Koreyada boshqalarda shu nimaga borib qolsa, men ham chiqaman-da. O'sha onani o'ziga, uniga o'zlari qo'yib ko'ringlar prosta. Prosta qo'yib ko'ringlar. Mana shu yerda student qizlari men himoya qilmasam, bu bola himoya qilmasa, mana shu yerda ko'z qiri bilan tashab, bu ahmoqlar deyotgan bolalar himoya qilmasa, kim himoya qiladi? Prosta o'zingizlar kurguzoringlardan kelib chiqib kommentariyada yozasizlar-da, "Fazor hamma narsa chiqdi-yu, u bu" deb. Haqiqatni bir tarafdan eshitib, misol haqiqat emas, faqat bir taraf eshitib xulosa chiqarmaylar. Nimaga sudyalar, boshqalar aybdor tarafni ham surishtiradi, o'sha haqdor tarafni ham surishtirib, keyin nima chiqaradi, rezultat chiqaradi. Bungacha ishtima qilmaydi. Sizlar hali bu yerda ham обязательно Nozima o'zini o'ldirdi degan qog'oz hali chiqmagan. Iltimos, chiqqanmi? Chiqmagan. Prosta o'shani bizga chiqarib beringlar, odam bu yerda miting qilib, bu yerda O'zbekistonda ruxsat yo'q ekan, mitingga men endi bilmayman, O'zbekiston qonun qoidalari, lekin bu yerda biz mana kerak militsiyalar qarab turibdi. U ko'rsatib qo'yinglar, bu haq narsa ko'rsatib qo'yinglar. Mana. Mana hamma narsa ko'rsatib qo'yinglar. Mana yerda qarab turishibdi. Biz Koreya politsiyasidan minnatdormiz. Shunaqasi mayli. Biz qonun doirasida ish qilyapti bu yerda. Hech kim sharmanda qilmaydi. Bular ham davay shunaqami, o'zingni haqqingni talab qilasan, davay qil deb ruxsat beribdi, shunga shuncha odam kelibdi. Bunday qilib bir tarafga nima qilib keyin misol uchun men Koreyada yangiliklar Avazbek aka bilan naprinsip ketgan yerim yo'q. Prosta endi shu narsani bombaga Avazbek olib chiqdilar. Avazbek aka men sizlar naprinsip ketmaganman. O'sha sizni ham oldingizga aka shogird qiling deb borganman. Prosta aka sizga ham maslahatimni shuni olib chiqdingiz. Hozir Koreyada bo'lsangiz, o'sha nima deydi? O'zingiz aytgandek, hali hujur bilan chiqqansiz. Menga aytgansiz, "Sen hujuring bo'lishing kerak" degansiz. Mana o'sha narsa o'zingizdan bo'lib, mayli, mana shu o'zingiz aytasiz,
meni ukam bu o'sha odam otani bolasi deysiz-a, meni ukam bu deb turib biror meniki olasiz. Endi shunaqa qilib Nozimani ham meni singlim deb turib, Yo'q, biz prosta chatga nima ish olib borib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Bundan keyin ish faoliyatingiz